Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun gijja mavzusi. Sizlarga bitta savol bermoqchiman. Menda gijja yo'q deb qo'l ko'taringlarchi. Qani hech kim ayta olmaydi. Chunki hammada gijja bor. Hatto menda ham bor. Bizda har 6 oyda bir marta o'zimiz tozalab turamiz tabiiy oziqa bilan. Azizlar, hammaga uni kelib chiqish sabablari boshqalar kerak emas. Hamma informatsiyaga to'yib bo'ldi. Men sizlarga tabiiy yechimni lo'nda qilib aytib qo'ya qolaman. Bu mahsulotimiz trigelim, epamlar va choy mahsulotlari. Mana shu uchala narsa sizdagi qurtlarga javob bera oladi. Ularni haydab chiqara oladi. Va organizmingizda yashayotgan hatto lichinkalarni ham haydab chiqaradi. 100% tabiiy yechim bo'la oladi. Men javob beraman. Buni nafaqat o'zingiz, balki oilangizdagi har bir oila a'zolaringizga ham berishingiz mumkin. Chunki men har 6 oyda bir marta qurtlardan tozalanib turaman va farzandlarim, nevaralarim, hatto kelinlarimni ham har 6 oyda tozalanib turishi uchun bu mahsulotlarni beraman. Azizlar, kelinglar, qurtdan, gijjadan, parazitdan batamom qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Telefon qo'ng'iroqlar video so'ngida yozilgan. O'zbekiston bo'ylab dastavkani tekin qilib beramiz.